Assalamu alaykum vatan ishchi va sirtidagi barliq Uyg'ur qarindoshlarim. Men Gulshan Abduqodir Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugun oldinglarga 5 fevral G'ulji inqilobining 28 yilligi munosabati bilan mushu inqilobninki sarkardasi shahid qahramon 5 fevral G'ulji namoyish demokratik namoyish harakatininki yo'lboshchisi G'ulji Mashrab harakatininki planlovchisi va yetaklovchisi. G'ulji shahrini butunlay zararlik chekimlik AIDS qaplagan bir shahardan shunchalik pokiz, zaharsiz, AIDSsiz bir shaharga aylantirishda butun hayotini, 32 yoshlik hayotini bag'ishlagan bir liderning, ya'ni Abduxelil Mejitning hayotini sizlarga sunmoqchiman. Bu programmamninki, bu leksiyarimninki temasi zaharlik chekimlik chekuvchidan liderlikcha Abduxelil Mejitning 32 yillik hayoti yani. Aminglarning xabarida bo'lgandek, shaxslarning hayoti millatning hayotimi o'zgarib turdi. Shaxslarning hayotimi millatning hayotimi o'zgarib turdi. O'zgarish endi taqdirni belgilaydi. 5 fevral G'ulji inqilobi tamamen o'zgarish va silkinish inqilobi. Men bu vaqtda yozgan ikki kitobimda va burun so'zlagan leksiyalarimda 5 fevral G'ulji inqilobining faqat 5 fevral G'ulji namoyishining ko'rsatmaydiganligini ko'p qatim ta'kidlab o'tgandim. Shuningdek bugunmi yana ta'kidlab o'taman. G'ulji 5 fevral inqilobi deganda 1990-yildan 2000-yilgacha bo'lgan 10 yil boshlanish nuqtasi bo'lgan, kulminatsiya nuqtasi bo'lgan, oxirlash nuqtasi bo'lgan, shundoq 3 jarayonni besib o'tgan bir inqilobni ko'zda tutishimiz kerakligini sizlarning samolariga sepib o'tmoqchiman. G'ulja 5 fevral inqilobi degan vaqtimizda shu 90-yildagi G'ulji ilmiy mashrab harakati bilan boshlangan. Undan keyin 1997-yili 2-oyning 5-kunidagi G'ulji 5 fevral G'ulji namoyishi bilan eng yuqori kulminatsiya nuqtasiga chiqqan. Undan keyin shu namoyishni bano qilib Xitoyninki qattiq bostirishi, qora tutqun boshlanib ketgan. Bunun qarta Uyg'ur yoshlarininki uyimizda bekor tutilib Xitoy bekor o'lib ketganlikdan Xitoy qarshi inqilob qilib kurashga o'tib o'lganimiz yaxshi deb Xitoyning qo'llaridagi qurollarni tortib olib qurolliq to'qinish partizanlik harakatlarga o'tganligi va buning Xitoy tarafidan intayin qattiq bostirilib 2000-yili bo'lganda Xitoy buni to'liq bostirib tugatganligidan iboratmish 10 yillik bir jarayon o'z ichiga olganligini sizlarga ta'kidlab qo'ymoqchiman. Shundoq o'zgarish taqdirini belgilaydi. 5 fevral G'ulji inqilobi tamoman o'zgarish va silkinish inqilobi. Yangi bir Uyg'ur naslining borliq kelayotganligi, bu ruhiy silkinish va yengilishning va o'rnidan dasturishning burunqiga tamoman o'xshamaydigan boshqa bir Uyg'ur millatini maydonga olib chiqayotganligi va bu ruhiy silkinishning butun sharqiy Turkiston miqyosiga yamrab ketishdan ansirgan Xitoy hukumati 5 fevral G'ulji inqilobini qurolliq bostirdi. Bugun 5 fevral G'ulji inqilobiga 28 yil to'lib turibdi. Bugun Xitoy qilch taptatmay Uyg'ur qirg'inchiligini yurgizishda yalang'och holatda o'tirg'i chiqdi. Biz kim? Nima uchun bunchalar xumor bo'lib ketdik? Biz nima uchun AIDS botqiqiga petib qo'yapmiz? Ilgarki go'zal G'ulji shahri nima uchun zaharlik chekimlik va AIDS shahriga aylanib qoldi? Degan yangroq va kuchli savollar eng avval Abduxelil Mejit qatorliq sarkilarni o'rnidan dastirish, o'zgarishga, andin G'ulji shahrini o'zgartirishga boshlab bordi. Bu o'zgarish va o'rnidan dastirish ruhiy uyg'onish inqilobi butun sharqiy Turkistonga chachrash oldi edi.
Xitoy nihoyatda zo'r qurolli qo'shin bilan ularning oldiga chiqdi. Abduxelil Mijit kim? Abduxelil Mijit, Sarki Abduxelil Mijit 1968-yili 12 ayning 1-kuni G'ulji shahar Bayanda yeza Tejan kentimi deb qo'ydi ekan, ya'ni 4-kent 5-guruhidagi Sandan degan Tungallar mahallesida tug'ilgan. Ayni yillarda Sandan mahallesida o'ng'im yetmaydigan Uyg'ur oilasi bo'lganligi uchun yashaydi. Mana shu 5-fevral arxivlari 2-kitobga kirgizilgan Abduxelilning tarjimonini sizlarga o'qib beryapman. Bu yerda Uyg'ur maktab bo'lmaganligi uchun Abduxelil boshlang'ich maktabni xitoycha o'qishga majbur bo'ldi. To'liqsiz o'rta maktabni G'ulji shaharlik Bayanda yezisidagi 17-o'rta Xitoy va Uyg'ur birlashma maktabida tamomladi. Demak, Abduxelil Mijit boshlang'ich maktabni Xitoycha maktabda o'qigan, boshlang'ich maktabni va to'liqsizni Xitoy maktabida o'qigan. To'liqsiz saviyasiga ega bir yosh. 5-fevral G'ulji namoyishi bo'lgan kuni Abduxelil Mijitni shu namoyish maydonidan qo'lga olgandan keyin Xitoy ashi Chapchaldagi suv turmasiga tashladi. Undan keyin Abduxelil Mijitni 2000-yili 10-oyning 17-kuni shu turmada nihoyatda qattiq tan jazosi va ochliq e'lon qilish sababidan turmada vafot bo'lib ketdi. Bu xabarni shu 2000-yili 17-kuni Abduxelil Mijitniki vafot bo'lganligi xabarini birinchi bo'lib e'lon qilgan matbuot shu Germaniyadagi Sharq Turkiston Information markazi bo'lib, bu markaz e'lon qilgan bu xabarni BBC shu chaqda 2000-yili 10-oyning 25-kunidagi xabarda Abduxelil Mijitning Chapchal turmasida vafot bo'lganligini e'lon qilgan. Men shu 5-fevral G'ulji inqilobiga oid 5-fevral arxivlari 2 kitobni yozib tamomlash jarayonida har vaqt kallamda mundaq savollar mavjud bo'lib turgandi. U bo'lsa-mu faqat to'liqsiz o'rta maktabni tugatgan, yana kelib Xitoy maktabida o'qigan, ig'ir holda zaharlik chekimlik xumor bo'lib qolgan Abduxelil Mijit qanday qilib qisqa bir vaqt ichida zaharlik chekimlikni tashlagan, G'ulji shahrining har qaysi mahallalarida mashrabni umumlashtirgan, mashrablarda Uyg'ur yoshlarini zaharlik chekimlik va aroq sharobni tashlab, yangi bir Uyg'ur bo'lishga yetaklaydigan ilg'or nutqlarni so'zlagan va butun G'ulji xalqini o'ziga qaratgan bir yoshga aylanadi. Abduxelil Mijit bilganinglardek nihoyat ig'ir zaharlik chekimlik chekib shu chog'da Xitoyniki G'ulji shaharini zaharlashtirish mikrining qurboni bo'lgan nurg'un yoshlar qatorida Abduxelil Mijitmi ana shunday zaharlik chekimlik xumor bo'lib qolgan bir yoshdi. Abduxelil Mijit nihoyat qisqa vaqt ichida G'ulji shaharida nihoyat hurmat va izzat ikromga erishdi. Abduxelil Mijit aslida ota-onalari u yuqorida deb aytib ketganimdek zaharlik chekimlikni nihoyat xumor bo'lib qolgandi. Keyin u birdan zaharlik chekimlikni nihoyat osonda tashlayotdi. Aslida ota-onalar uni nihoyat jiqpil hashlab zaharlik chekimlikni tashlatqizish o'rinlariga olib davolatgan bo'lsa-mu, unumi bo'lmagandi. 90-yillarda boshlangan G'ulji mashrab harakati bilan Abduxelil Mijit o'zi boshlagan mush harakat bilan o'zi bosh bo'lib aroq sharob va zaharlik chekimlikni tashlagan bir kishi emas, balki asta-asta atrofiga ta'sir ko'rsatgan, atrofidagilarni o'zgarishga yetaklagan va o'zgartgan G'ulji shahrining Martin Luther King'iga aylangan edi. G'ulji yoshlari mashrab va islom dinidan iborat ikki narsaga tayinib o'rnidan dasturgan.
Özleri o'zgargan G'ulji shahrini o'zgartgan edi. Men bu o'zgarishlarning cho'qim bir falsafaviy, nazariy asosi bor deb asosi bo'lishi kerak degan asosda o'ylanib yurgan kunlarimda tuyuqsiz YouTube'dan ana shu doktor Jo Dispenza'ning bir leksiyasini uchirtib qoldim. Bugun men shu 5 fevral G'ulji inqilobi mezgilidagi mohiyatlik o'zgarish va silkinishni doktor Jo Dispenza'ning shu falsafaviy tushanchalariga bog'lab turib tahlil qilaman. Doktor Jo Dispenza insonlar garchi yangi bir kunga o'tgan bo'lsa-mu, ammo tunugundagi qo'rqish, kelajagining qandoq bo'ldiganligiga bo'lgan andisha bilan yashaydi va davom qiladi deydi. Bu Uyg'urlarda qirg'inchilik elib berilayotgan millat uchun texmi ig'ir deb qarayman. Menimiz har kuni 60 ming bilan 70 ming orasida o'y, xiyol, tushanchalarni xiyoldan o'tkazadi. Hamda bu o'y, xiyollarning 90% tunugunga oid tushanchalar deydi doktor Jo Dispenza. Shundaqla oldingi kundagi va har bir hafta avvalga o'xshash nurg'un kishilar badanini va miyasini o'tmishiga bog'liq holatda programmalab qo'ydi. Ammo bilim aniqlab chiqqan bir haqiqat bor. U bo'lsa-mu menga iç dunyomizda bo'lganlar bilan tashqi dunyomizda bo'lganlarning farqini bilmaydi deydi. Menga nisbatan va badandagi har bir hujayraga nisbatan tushunchalarimiz haqiqat va rostdir deydi. Demak, bir silkinish, bir inqilob xarakterlik bir narsani maydonga chiqarish uchun tushunchalarimiz, bizning tushunchalarimiz, fikr, ideya tushunchalarimiz intayin muhim ekanligini bu yerda ta'kidlab o'tadi. Shu ilg'or fikr tushunchalar 5 fevral G'ulji inqilobining portlashiga sabab bo'lgan. Ya'ni butunlay zahardan qutulib ketish tushunchasi, G'ulji shahrini aydsiz shahri va zarlik chekimlik shahridan qutuldirib yangi bir shaharga aylanish tushunchasi 5 fevral G'ulji inqilobining tubki negizlik mohiyatidan iborat. Doktor Jo Dispenza yana leksiyalarda mundaq deydi. Nayt nurg'un insonlar mangulik bir ruhiy chambarak ichida yashaydi. Her gün səhərdə uyg'onganda her kundagiga o'xshash tushunchalar, o'xshash andishlar va bir kun burun yashagan o'xshash ruhiy holat qiliplari bilan aloqa o'rnatishga boshlaydi. Demak, Abduxalil Mijit va uning sabdoshlari oldi bilan bu mangulik ruhiy chambarak va ruhiy qiliblarni chiqib tashlay olgan kishilar. Ularning Uyg'ur hozirgi zamon tariximizda eng qimmatli kishilar bo'la olishidagi muhim omillarning biri bu. Ondan boshqa oshqosh shuki deydi doktor Jo Dispenza. Har qitim o'ylagan va bir narsalarni tushungan vaqtimizda miyamizda bir miya elektrik kuchini aktivlashtiramiz. Har bir tuyg'u his qilgan vaqtimizda badanimizda zanjirsimon ximiyalik reaksiyalar paydo bo'ladi. Aynı tushuncha va his tuyg'ularimizni har kuni takrorlagan vaqtimizda badanimiz bilan miyamizni aynı tushunchalar va tuyg'ular kundan kunga bir-birini yangidan bog'laydi. Demak, aynı tushuncha va aynı his tuyg'ularni har kuni takrorlaydigan, tunugungi his tuyg'uni bugungi erta takrorlaydigan vaqtimizda badanimiz bilan miyamizni aynı tushunchalar va tuyg'ular kundan kunga yangidan bog'lab turdi deydi. Natijada bizga intayin tanish bo'lgan ximiyalik imzo barpo qilamizki, badanimiz bu tuyg'uni kimligimiz bilan aralashtirib qo'shib boshlaydi. Shu sababdan o'z-o'zimizni o'zgartirish shunchaki tasga to'xtaydi. Masalan, zarlik chekimlik chekib olgan bir kishining zarini tashlab yangi bir odam bo'lishi tasga to'xtaydi. 5 fevral G'ulji inqilobi ana shunday odat bo'lib qolgan
konu tushuncha qiliblarini chiqib tashlagan bir inqilob. Badanda shakllanib qolgan shu ximiyalik imzoni va bu imzo shakllantirgan his tuyg'ular bilan aralashib ketgan milliy kimligimizni qaytadan suzib ilish, qattiq silkinish, yengilnish, o'ylanish inqilobi. Doktor Jo Dispenza yana mundaq deydi. Chunki biz bu yerda faqatla bir zehnsal uyg'unib qolgan holatni o'zgartirish uchun tirishayotimiz. Balki yillardan buyon o'zimizda yetishtirgan bir ishki kimligimizni o'zgartirishga tirishayotimiz. Dal shu 5-fevral vaqtida Abduxalil Mijitlar va G'ulji yoshlari duch kelgan qattiq bir o'zgarishning formulasini bizga deb beryotdi Jo Dispenza. Ayni yillarda Abduxalil Mijit va uning sabdoshlari zərlik çekimlikə zihinsel ügünüp qılışqa Xitay tərəfindən məcburlanğan bulub, yəni Xitay aldığa gəp bunu sən çək dəb undaq zorlamğan bulsunmu, amma G'ulji şəhəriga bütün zərlik çekimlikni töküm qılıb setiş, əzan baha setiş, saxta zəhərlik çekimliklərini yamırtıb etiş, bunun aldın almaslıq bilan Abduxalil Mijitlarning zərlik çekimlikə zihinsel ügünüp qılışığa şu Xitay səbəbçi bolğan. Bu asasda Xitay arzu qilgan, Xitay dunyoga ko'rsatmoqchi bo'lgan Uyg'ur milliy kimligini shakllantirib beryapti. Xitay dunyoga Uyg'urlarni terrorist, diniy radikal va asabiy kimligi bilan ko'rsatish bilan birlikda mana shundoq zaharlik chekimlikka qattiq xumor bo'lib qolgan, xomush, AIDS kimligi ifodalanib turadigan bir milliy kimlikdagi Uyg'urlarni sun'iy shaklda yasab chiqish yo'lida ketyapti. Bilimda neuroplastist deydigan bir narsa mavjud bo'lib, bu ilm orqali miyaning yangi tushuncha bog'larini barpo qilg'ili, miyani qaytadan yangidan tashkillab chiqqili bo'ladiganligini bildiradigan bir ilm. Abduxalil Mijit va uning sabdoshlari buni amalga oshirgan. Miyaning o'zgarish iqtidori har qatim yangi bir narsa o'rgangan vaqtimizda, har qatim farqli bir narsa tushunganda, har qatim bir hissiy reaksiyani tanlagan vaqtida naq ma'nosi bilan aytganda miyamizni yangidan yaratgan va kashf qilgan bo'lamiz. Bularning hammasi doktor Jo Dispenza'ning da'vatqonlari. Doktor Jo Dispenza yana mundaq deydi. Miyamizni o'zgartgan vaqtimizda hayotimizni o'zgartgan bo'lamiz. Ammo bu o'zgarishni amalga oshirish uchun az bir qism kishilarning bu ishni qilishga jur'at qila oladigan, az bir qism kishilar qila oladigan bir ishni qilishni boshlashimiz kerak deydi. Buning uchun atrofimizga ongsiz odam va tushunchalarning mavjudligini farq etishimiz lozim. Shundaqla atrofimizdagi tuyuqsiz avtomatik holda ko'riladigan hissiy ahvollarning yuz berish mumkinchiligini his qilishimiz lozim deydi. U yana o'z zehnimizning bir nazoratchisi bo'lishimiz kerak. Chunki konu tushunchalarimizni nazorat qilishga boshlagan vaqtimizda zehnimiz bizga tonish bo'lgan konu hissi qilib va ramkalarni izlashga boshlaganda ular bilan, ya'ni konu tushunchalarimiz bilan o'xshamaydigan bir yo'l ayrimisini shakllantiramiz. Ya'ni haqiqatan kim ekanligimizni va hayotimizni kontrol qilgan avtomatik programmalarni ayirgan bir ayrilish. Kim ekanligimizni va burungi konu avtomatik programlanib qolgan miyamizni ayiradigan bir muhim bir ayrilish. Va bu vaziyatda ogohlantiruvchi bilan javob yoki reaksiya berguvchi orasidagi bu kichik bir bekatda barliq o'zgarish hosil qilgan kuchim yotgan bo'ldi. Mana shu falsafa Abduxalil Mijit va uning sabdoshlarini o'zgartgan, G'uljining Martin Luther King'iga aylantirgan falsafadan iborat. Bu holatga yetganda farqli o'zgarishlar hosil qilishga boshlasak bo'ldi deydi. Yangi tushunchalarni tushunishga boshlay olamiz bu chog'da deydi. Badanining genetik kodini yangidan yoza oladigan yuksak hislarni his qilishga boshlaysan deydi. Bu shu o'zgarishlar, shu his qilishlar Abduxalil Mijitlarda bo'lgan va shu
Muşu pəlsəfə Abdixəlil Məcidlərini özgürlükə başlap bağan. Doktor Joe Dispenza yana şundaq deydi. Qo'llaringda bor bo'lgan kuchni his qilishga boshladingmi? Endi tushunchalaring va his tuyg'ularing endi tushunchalaring va his tuyg'ularingning rostligini va bu tushuncha his tuyg'ularni qandoq yaratganligini tushunganingga qaraganda bundan keyingi qadamga o'taylik. Endi deydi, ikkinchi qadamga o'tish bosqichida doktor Joe Dispenza shundoq deydi. Endi tushunchalaring va his tuyg'ularingning rostligi va bu tushuncha his tuyg'ularni qandoq yaratganligini tushunganingga qaraganda bundan keyingi qadamga o'taylik. Keyingi qadam shundoq cho'nqur, shundoq o'zgarish hosil qila oladiki, kim ekanligiga doir tunishingni tamoman o'zgartirib yetadi. Nima uchun o'zgarishdan iborat bundoq bir ig'ir ahvolda yashashga majbur bo'lib qolganligini bilishga qiziqib baqdingmi? Nima uchun zehning sap o'tmishdagi xotirlar va kelajakdagi andishlar orasida ketib keladi? Chunki zehning ko'ni hikoyalarning uyatgan tuyg'ularingga bog'lanib qolgan. Shundoq bog'lanib qolding. Badaning bu tunish hollarga shunchalik bog'lanib qolganki, bu qayg'u, andisha, qo'rqish va yoki ochiqlanish bo'lsin, texmo ko'p bo'lishini badaning xohlaydigan bir holatga kelib qolgan. Va bu tuyg'usal mabdullik qarshilanmagan ahvolda o'zgarishga boshlasang, badaning ishdan qilishga boshlaydi. Ruhiy jihatdan huzursiz bo'lsan, g'am qayg'u ichida qolsan. Bu g'am qayg'u ichida qolasan. Bu badaningning har kuni o'ziga tonish bo'lgan, ko'nib qilish his tuyg'ularni talab qilish bo'lib hisoblanadi. Zarlik chekimlikni talab qilish, chekishga xumor bo'lib qilish buning bir tipik misoli. Ammo burunqi kishilarimiz har zamon bilgan va zamonaviy bilimning tushunishga boshlagan sir hozirdan iboratdir. Yeni o'zgarish hosil qilishni amalga oshiradigan birdan bir yerdir. O'tmishda qaqqan qo'ziqda qolmasligimiz kerak, chunki bu faqatla xotira. Hozirgi ishlaydi, hozirgi chet eldagi Uyg'urlarningki fikr, ideya, tushunchalarida o'zgarish hosil qilish, ruhiy jihatdan to'liq bir silkinish uchunmi doktor bu Joe Dispenzaning bu leksiyalari nihoyatda muhim qiymatga ega deb qarayman. Kelajak haqida jiq qayg'ulanmasligimiz kerakki, bu faqatla bir orzu. Hozirgi holimiz, hozirgi mavjudligimiz intayin muhim bo'lib, chunki biz hozir haqiqatan mavjudmi? Biz hozir haqiqatan mavjud bo'lib tura olgan vaqtimizda, tamoman ong'a ega bo'lgan vaqtimizda olamshumul ishlar vujudga chiqadi. Kallamizdagi to'xtamay bizga pichirlayotgan ko'ni ovozdan, top-tanidan, boshqalarni selishtirishdan, shikoyat qilishlardan iborat u ishki dialoglarimizdan tamamen ayırgan ve konu bu bulanı taşlap etken bulmuş. Dal muş çağda inqilab karakterlik bir narsani vücudga chiqaralaymiz. Sen tushunchalaring emas. Sen his tuyg'ularing emas. Sen badaning emas, balki yuqoridagi barliq hollaring nazorat qiladigan yuqoridagi barliq hollaringni nazorat qiladigan nazoratchisan. Bu haqiqatlarning sening cho'nqurlig'ingda xizmat qilishiga ruxsat qil. Sen barliq tushunchalaring, barliq his tuyg'ularing va barliq sezimlaringning orqasidagi yoshirin guvochisan. Sen bu o'zgarishni qilgan vaqtingda zehningning ishki qismi bilan emas, balki zehningning ishki qismini izlayotgan ong bilan kimlik ayrishi qilishga boshlagan vaqtingda nihoyatim oz bir qism kishilar biladigan bir kuchga erishsan. Bu kuch avtomatik holda qarshilik ko'rsatishning o'rniga javoblarni tanlash kuchidir. Bu faqatla hayotda qilishlar emas, balki yaratish va ijodkorlik kuchidir. Uyg'urlar navbatda mushu kuchga intayin muhtoj. 5-fevral g'ulji inqilobi, ya'ni Abdixelil Mecid qatorliq sarkilarning yangi o'zgarish qilishi dal mushu formulaga tushdi. Doktor Joe Dispenza yana mundaq deydi. O'ylab baqayli. Qancha qitim bir masalaga norozilik bildirib, orqadanla bundaq qilmasammi hal qila olaydim deb o'ylading? Qancha qitim his tuyg'ularingning kontrolini boshqarishiga ruxsat qilib,
Arqadan pushmon qilding. Bu xil holat avtomatik holatda ishlagan shartlik programmalaring orqali reaksiya, ya'ni javob qaytarganligingdan kelib chiqmoqda. Ammo ogohlantiruvchi bilan pushmon qilish yoki inkos orasida bir rayon paydo qilsan deydi. Bundaq ahvolda sen ogohlantiruvchi bilan pushmon qilish yoki inkos qaytarish orasida bir rayon paydo qilsan. Ve bu rayonda, bu aniq rayonda farqli holdagi inkosni tanlash kuching bo'ladi. Bu inkos o'tmishingdagi shartlanib qilishdan emas, zahar va aydizga, aroq sharobga shartlanib qilishdan emas, balki potensial kuchingdan keldi. Dal mushu yerda sehr maydonga keldi. Bu inkos o'tmishingdagi shartlanib qilishdan emas, ya'ni dal mushu yerda o'tmishning to'saq paydo qilgan qiliblardan qutulishga boshlaysan. Dal mushu yerga kelganda yuksak ong vaziyatiga erishishga boshlaysan. Bu ahvol shundoq bir ahvolki, miyingiz bilan badningizni yangidan programmalash orqali hayotingizni yangi bir ifoda holatiga erishtirish mumkin. 5 fevral G'ulji inqilobi erishgan yangi erishish, Abduhalil Mijitlar erishgan yangi bir erishish, Abduhalil Mijitni odatdagi bir chekimlik chekuvchidan bir liderlik yo'liga boshlab borgan ishki o'zgarish kuchi dal mush kuchdan iborat. Doktor Joe Dispenza yana mundaq deydi. Ammo bu vaziyatga erishish uchun mangulik mumkinchiliklar rayoniga kira oladigan bo'lish uchun radikal bir ish qilishimiz kerak. Ya'ni har kuni kona manligimizni, kona kimligimizni o'ldirishimiz kerak. Kona manlik, kona kimligimiz kim? Har kuni zallik chekimlik chekmasa turolmaydigan, xumor bo'lib qolgan, aroq sharob to'y to'ylarni aroq sharob bilan o'tkazmasa zot bo'lmaydigandek bir vaziyat shakllanib qolgan ahvollarni demoqchi. Mangulik mumkinchiliklar rayoniga kira oladigan bo'lish uchun radikal bir ishni qilishimiz kerak. Ya'ni har kuni koni miyamizni o'ldirishimiz kerak. Koni tushunchalar bilan qilinib qolgan koni miyamizni o'ldirishimiz kerak. Koni aqidalarni o'ldirishimiz, eski qiliblarni, koni qiliblarni chiqib tashlashimiz, koni kimligimizni o'ldirishimiz kerak. Mesela toy to'kinlardagi hashamatchilik, aroq bo'lmasa to'y bo'lmaydi deydigan, nurg'un patmislarni jiqqat bir narsalar bilan bekor pul xashlab qiladigan, shularning hammasi bizningki koni kimligimiz, koni ugunib qolgan odatlarimiz bo'lib hisoblandi. Chunki faqat shunday qilgandilar, faqat kim bo'lganliging o'ttirg'i chiqadi. Haqiqiy kim bo'lganliging, qandaq bir haqiqiy Uyg'ur ekanliging, qandaq bir Xitoyning mustamlikasi ostida ingrayotgan, Xitoy qirg'inchilik ilib berayotgan bir haqiqiy kimliging o'ttirg'i chiqadi deydi. Haqiqatan kim ekanligingni bilish har turli to'saqlardan va cheklimlardan necha qat kuchlidir. Haqiqatan biz kim? Biz Xitoy yasab qo'ygan bir Uyg'urmi yoki biz boshqacha o'zimizga baho bera oladigan Uyg'urmi? Kim bo'lganligini bilish kuchlik harbiy qo'shinning oldiga chiqishga jur'at qila oladigan bir kuchni shakllantirgan. Kim bo'lganligini bilish kuchlik bir Xitoydan iborat harbiy kuchning oldiga chiqa oladigan bir kuchni shakllantirgan. Abduhalil Mijit va 5 fevral G'ulji inqilobi partizanlarining kuchlik silkinishini shakllantirgan. Doktor Joe Dispenza yana shunday deydi. Endi sizga büyü, ya'ni sehrliguvchi bir narsa ko'rsatmoqchiman deydi. Yuqoridagi nurg'unlagan jarayonlarni besib o'tgandan keyin bir sehr paydo bo'ldi demoqchi. Mavjud bo'lgan vaqtingda, ongliq bo'lgan vaqtingda, hushyor bo'lgan vaqtingda, ya'ni Uyg'ur bo'lib mavjud bo'lgan vaqtingda, ongliq har vaqt ong o'zgarish qila oladigan vaqtingda, hushyor Xitoyninki mushu qirg'inchiliklar hushyor bo'lgan vaqtingda mavjudligingning eng oddiy saviyasida o'zgarish va yengilishning
qandaq amalga oshganligiga doir tushunchangni tamoman o'zgartiradigan bir narsani men ko'rsataman deydi. Bu bo'lsa-mu bilim shuni aniqlab chiqdiki, har bir tushuncha, har bir his tuyg'u ma'lum darajada elektromagnitlik bir imzo ishlab chiqaradi deydi. O'zimizning bir imzosini, o'zimizning kimligiga oid qalbimizda bir imzo ishlab chiqaradi deydi. Qalbing yaratgan elektromagnitlik rayon mingimizning ishlab chiqarganidan 5000 as kuchli bo'ldi deydi. Bu rayon bu ko'rinmas, ammo o'lchigili bo'lgan rayon fiziksal badandan ko'p halqib ketgan bo'ldi. Atrofimizdagi har narsa va har kimga ta'sir ko'rsatdi. Abduhalil Mijitning leksiyalari butun G'ulji shahriga ta'sir ko'rsatib, G'uljini butunlay o'zgartgan. Butun yoshlar aroq-sharoblarni tashlagan, butun ilqizalik chekimlikni tashlagan, butun ota-onalar xushal bo'lgan ajoyib bir go'zal bir G'ulji shahridagi shakllantirgandi. Bu atrofimizdagi har narsa va har kimga ta'sir ko'rsatganlikning bir misoli. Doktor Joe Dispenza leksiyasida bizdan shundoq bir savolni so'raydi. Xuddi u Abduhalil Mijit va uning sabdashlarini taniydigandeklar. U shundoq so'raydi. Faqatla barligi bilan so'rinni butunlay o'zgartgan birisi bilan tanishdingmi? Bu xiyol kuch emas. Bu bir sap bilim. Stressli, endişeli ve korkuş vücudumuzu kaplab algan vaqtda qalbimiz qalayimqan ve tertipsiz bir endişe tarqitishga boshlaydi. Doktor Joe Dispensa'ning yuqorida degani faqatla barligi bilan so'rinni butunlay o'zgartgan bir so'z tanishdingmi? Abduhalil Mijitni taniydigan har qanday kishi bilan ko'rishgan vaqtimda men Abduhalil Mijitni bir tasvirlab bergan bo'lsangiz, qanday bir kishilik sahib desam, Abduhalil Mijitning shu kirgan bir so'ringa kirib ilm mashrab shu G'uljining butun mahallalarida mashrablar boshlanganda so'ringa kirishi bilan so'rinda butunlay jimjitlik hukm suratdi. U bir qadamni shunday bosgandan keyin bir ishimiz yo'rib ketgandek bo'ladi. U shunchalik nur yuzlik, shunchalik notiq, shunchalik bizning qalbimizdagi narsalarni davatgan bir kishi. Uning o'sha bir mahallaga qadam besishi, shu mahalladagi hamma kishini uylaridan tatib chiqib Abduhalilning leksiyasini bir anglab olsak deydigan shundoq bir holatni shakllantirgan deydi. Miyada doktor Joe Dispensa'ning davat qilgani dal o'sha Abduhalil Mijit tushdi. Faqatla barligi bilan so'rinni butunlay o'zgartgan bir sinfdondingmi? Bu Abduhalil Mijit albatta. Doktor Joe Dispenza yana mundaq deydi. Ishga o'zgarish hosil qila olgan vaqtimizda rahatlaymiz. Chunqur o'zgarishlar his qilamiz. 5-fevral kurashchilari Abduhalil Mijit ishga o'zgarish hosil qila olgan vaqtida o'zining zahar tashlaganligini his qilgan vaqtida, o'zining zahar xumaridan qutulganligini his qilgan vaqtida ishi bek yayrab ketgan. Butun G'ulji shahridagi bolalarning ishi bek yayrab ketgan, ota-onalarning shunaq bo'lgan. O'zida va atrofdagilarda chunqur o'zgarishlarni yuz berayotganligini his qilgan. Chunki ishsal ahvolimizni o'zgartgan vaqtimizda biologiyalik holatimizni o'zgartimiz. Avval ishsal holatimizni o'zgartgandan keyin ondan biz biologiyalik holatimizni o'zgarish bo'ldi deydi. Vücudumuzda jonli qoldagi bir kimyalik tajribaxona deb tushunaylik. Biz sahip bo'lgan har bir tushuncha, har bir his tuyg'umiz badanimizda belgilik molekulalarning ishlab chiqarilishini qo'zg'atuvchi rol o'ynaydi. Beklam isil so'zlar, isil tafakkurlar, isil falsafalar bunlar dal shu 5-fevral G'ulji inqilobiga va shu o'zgarishlarga, Uyg'urlarning o'zgarishiga munosabatli bekli qimmatli leksiya ekan bu. İngilizcesi YouTube'da anglab baksanlar bo'ldi. Agar zehnimiz stressli holda bo'lsa, badanning kortizol va adrenalin ishlab chiqariladi. Agar zehnimiz nayt bir stress holatida bo'lsa, badanimiz kortizol va adrenal degan bir kimyalik moddani ishlab chiqaradi deydi. Xushal bo'lganda endorfin va
serotonin ishlab chiqardi. Demak, bu eng ochqishli nuqta. Bedenimiz tartibli holatda ishlab chiqargan kimyalik moddalarga a, bog'liq holatga keldi. Shu sababdan tushkun va stresslik insonlar o'ng'ay xushal bo'lolmaydi. Shu sababdan g'am qayg'uga petib qolgan kishilar o'ng'ayliqcha rahatlanmaydi. Ammo tushuncha jihatda yengillanadigan yoki badanni yuksak hollarning kimiyalik moddalariga bog'liq holatga keltiradigan bo'lsa edik, qanday yaxshi bo'lgan bo'ladi deydi. Oxirida bu yangi tushunchalarimiz bizning boshlang'ich nuqtamiz bo'ldi. Yangi normal holatimizga aylandi. Bu odatdagi insonlarning mashhur insonlarga aylanish formulasi deydi doktor Joe Dispenza. Demak, bu yerdagi bir AIDS nima? Zaharlik chekimlik chekuvchi odatdagi bir Abduxalil Majidning bir liderga, ili vodisiniki bir liderga aylanishining keymi dal formulasi shu. Mana bu 5-fevral g'ulji inqilobining silkinish formulasi. Mana bu Abduxalil Majidning bir zaharlik chekimlik chekuvchi yoshdan 90-yillardagi g'ulji mashrab harakatining yo'l boshchisi. G'ulji 5-fevral demokratik namoyishining Martin Luther King Xitoy qarshi tiz bukmas qahramonga aylanish formulasi. Tasodifiy emas, talay bilan yengilish emas, yillarcha kutish va saqlash majburiyatida qolgan bir o'zgarish emas. Bu o'zgarishlar Abduxalil Majidda bo'lgan o'zgarishlar, butun g'uljidagi yoshlarda bo'lgan bu o'zgarishlar tasodifiy emas, talay bilan yengilish emas, yillarcha kutish, saqlash majburiyatida qolgan holat emas deydi. Badanning shu qadar moslashchanlikqa va ishongil bo'lmaydigan darajada aktiv holatga o'tadiki, bir qancha kun, ba'zida hatto soatlar ichida yangi o'zgarishlar yashashga boshlaymiz mumkin. G'ulji xalq hayron qolgan. G'ulji yoshlardagi bu o'zgarishga qarab bek faxrlangan, bek suyungan. Masalan, g'ulja tezla to'y to'kinlarda haraq sharab quyilmaydigan zaharsiz bir shaharga aylangan. Aktiv yoshlar maydonga kelgan. Birdan bir ehtiyojimiz bo'lgan narsa shuki, bizga tonish bo'lgan oldin chiqish xiyoli. Koni tonish bo'lgan narsalardan eshish jasorati. O'zimizni o'zgartish yo'lchiligiga chiqish qarorini elishtir. Va bu ishni qilgan vaqtimizda bu yangi energiyaga, ya'ni bu ishni qilish boshlagan vaqtimizda bu yangi energiya saviyasida, bu ong saviyasida, bu mumkinchilik saviyasida harakat qilishga boshlagan vaqtimizda koinotning boshqa bir tanlashi qolmaydi. Balki javob qaytarishga majbur bo'ldi. Diniy jihatdan tushungan vaqtimizda Alloh bizga javob qaytardi. Biz chin yuragimizdan xohlab, biz bir o'zgarishni, biz qutulishni, biz bir shu zanjirdan chiqib ketishni, masalan, zarlik chiqimlik, aroq sharob deyli, mayli bu shu Xitoy yurgizayotgan jazo lagerlari bo'lsin. Bu chog'da bizga Alloh javob qaytardi. Buningga doktor Joe Dispenza kvantum fizika, yuqoridagi leksiyalari bilan bilimning falsafasini bizga tushuntirib beryapti. Doktor Joe Dispenza yana shunday deydi. Endi bu yo'lchilikning eng sehrli qismiga keldik deydi. Yuqoridagidek badanimizdagi o'zgarishlarni hosil qilib, ichki dunyomizda nurg'unlagan reaksiyalarni hosil qilib, shuni yengib chiqqan vaqtimizda endi eng sehrli bir halqasiga keldik. Ya'ni bilimning sehr bilan birlashgan vaqti. Ya'ni bilimning sehri bilan birlashgan vaqti. Biz bularning hammasini bilim bilan sharhlayapti. Doktor Joe Dispenza biz Allah deb sharhlab keldik. Doktor Joe Dispenza yana shunday deydi. Endi bu yo'lchilikning eng sehrli qismiga keldik. Ya'ni bilimning sehr bilan birlashgan vaqti deydi. Bilimning sehr bilan birlashgan vaqti. Biz yuqorida butunlay bilim bilan orqali 5-fevral g'ulji inqilobidagi shu o'zgarishni, shu Abduxalil Majidning bir zahar chekkan chekuvchidan bir liderga aylanish jarayonini bilim, tadqiqot, ilmiy izlanishlar doktor Joe Dispenza'ning tadqiqotlariga bog'lab tushundik. Endi bilimning eng
bu yo'lchilikning eng sehrli qismiga keldik. Ya'ni bilimning sehr bilan birlashgan vaqtida. Yuqoridagidek ichki o'zgarishlarimizda, ichki qismimizdagi mohiyatlik o'zgarishlarni kechirib bo'lgandan keyin endi bilimning sehr bilan birlashgan nuqtasiga keldik deydi. Biz imkonsiz degan narsalarning mumkin bo'lgan vaqti. Eng cho'nqur xayollarimizning reallikda shakllanishga boshlagan vaqti. Biz mümkün emas. Xitoy bek kuchlik qurollari bor, biz oldiga chiqolmaymiz degan mumkin degan narsalarni butunlay qarib tashlab 5-fevral g'ulji namoyishining o'ttirib chiqishi mushuning misoli deb o'ylayman. Ya'ni biz imkonsiz deb qaragan eng cho'nqur xayollarimizning reallikda shakllanishga boshlagan vaqtda Xitoy qarshi biz bir odam, biz bir millat deb Xitoyga qarshi hujumga o'tgan vaqtlarimiz. Ba'zi insonlarning niyatlarini bek o'ng'ay amalga oshirishi, boshqalarning bo'lsa yillarcha kurash qilganligini o'ylab baqdinglarmi? Javob kvantum vaziyatida turibdi deydi. Kvantum nazariyasi orqali tushuntiryotdi bizga doktor Jo Dispenza. Kvantum fizika bizga nihoyatda muhim bir narsani ko'rsatadi. Ya'ni haqiqatlarning eng asosiy boshlang'ich saviyasidagi bir narsani ko'rsatadi. U bo'lsa hamma narsa energiya va bilimdir deydi. Doktor Jo Dispenza yana shunday deydi. Qattiq jism degan bir narsa yo'qdir. Faqatla kuzatishni, tanlashni, amallashtirishni kutgan cheksiz mumkinchilik bordir. Va bu eng ishongili bo'lmag'idek darajadagi qismi. His qilinmagan holda bu mumkinchiliklar bilan davomli munosabat oldidamiz. Mansub bo'lgan har tushanchingiz, siz his qilgan har bir tuyg'u bu mangulik mumkinchiliklar holatida yeyilgan bir bilim to'lqinidir deydi. Ammo nurg'ulg'an insonlar ayni to'lqinlar taqtidi. Kundan kunga, yildan yilga ayni tushunchalar, ayni tuyg'ular, o'tmishga bog'liq bo'lgan o'xshash orzular va oxirida nima uchun o'xshash tajribalar yaratishni davomlashtiradiganligiga qiziqadi. Kvantum rayonini cheksiz bir mumkinchiliklar okeanisi deb tushuning. Koni qiliblaringizga odatlanib qolgan vaqtingizda o'xshash to'lqinlarni yaratasiz. O'xshash chastotada farqli manzillarga erishmoqchi bo'lasiz. Ammo energiyangizni qanday yuksaltishni o'rgangan vaqtingizda, ongni texmi yuksak chastotaga o'zgartishni o'rgangan vaqtingizda sehrli bir narsa o'tirib chiqadi. Ya'ni 5-fevral g'ulji inqilobidek. Bu chaqda har vaqt bor bo'lgan, ammo siz ko'rolmagan mumkinchiliklarni ko'rishga boshlaysiz. Xuddi bir radioni farqli chastotaga o'zgartganga o'xshash. Muzika har vaqt shu yerda bor edi, anglatishda edi. Ammo uni anglash uchun shu muzika bor chastotani tanlashingiz kerak edi. Ammo qaysi chastotani tanlaydiganligingizni bilamsiz? Bu chastota siz bo'lish holatingiz. Tushunchalaringiz va tuyg'ularingizning o'xshash holda birlashishi, energiyangiz, eningiz, o'zingizni o'zgartish davolanishi davomida chunqur bir uyum holida kirgan vaqtingizda tushunchalaringizni va his-tuyg'ularingizni kelajakdagi orzularingizga to'g'rilagan vaqtingizda faqatla xiyol qilmaysiz. Kalimaning to'liq ma'nosi bo'yicha aytganda, kvantum rayonida aslida bor bo'lgan bir haqiqat bilan mos qadamda bo'lasiz. Bu sababdan chunqur bir dars olgandan keyin farqli his qilasiz. Xuddi bir narsalar o'zgargandek, xuddi boshqa birsi bo'lib qolgandek. Chunki shu minutlarda kalimalarning dal naq ma'nosi bilan siz farqli biriga aylangan bo'lasiz. Farqli bir chastotada titrayotgan bo'lasiz. Farqli bir narsaga erishayotgan edingizki, bu yangi nashr holatingiz aslida kvantum rayoningizda potensial holatda aslida mavjud edi. Əmdələ 20 yaşqa kirgan, to'liqsiz madaniyat saviyasiga ega, zarlik chekimlik xumor bo'lib qolgan bir yoshning o'z shahrining lideriga 5-fevral g'ulji demokratik namoyish harakatining sarkisiga, Xitoyning birinchi nomerlik dushmaniga, Xitoy turmusi shahid bo'lgan bir kishiga aylanishidagi formula dal mush edi. Bu yuksak
yenilinishni amalga oshirgan va o'z atrofidagilarni o'zgartgan, o'z yashayotgan shaharni tubdan o'zgartgan kishi dal Abduxelil Mejidiy. Ya'ni zarlik chekimlik chekuvchidan liderlik so'zilgan 32 yoshlik bir qisqa hayotning o'zgarish formulasi. Hurmatli qarindoshlar, shuning bilan bugun men so'zlaydigan zarlik chekimlik chekuvchidan liderlikcha Abduxelil Mejidning 32 yoshlik hayoti, ruhiy silkinish temasidagi 5 fevral inqilobining 28 yilligiga bag'ishlangan maxsus programma bugun bu mishad oxirlashdi. 5 fevral arxivlari birinci, ikinci kitap ve şundaqla mening boshqa maqolalar to'plamlarimni Uyghur Project Fonduningki tor betidan PDF nusxasini ko'ra olasizlar. Men ma programmam tugaganiki YouTube ve Facebook sahifalarimda o kitaplarım bor. Uyghur Project Fonduningki tor adresini sizlarga yo'llab qo'yaman. So'allar bo'lsa, sizlarning 5 fevral g'ulji inqilobiga oid so'allar, Abduxelil Mejidning hayotiga va boshqa shehidlarimizga qarata so'allaringlar bo'lsa, YouTube kanalimning ostiga yozib qo'ysanglar, men sizlarga qisqa muddat ichida javob qaytarishga tirishaman. Omon bo'linglar. 5 fevral g'ulji inqilobining 28 yilligi munosabati bilan bo'ladigan namoyishlarga to'liq chiqinglar. Har qaysi davlatlardagi namoyishlarga to'liq chiqinglar. Chunki men o'tgan programmamda so'zlab o'tib ketganimga o'xshash namoyish vijdonimizning ko'chalarga to'kilishi. Avval biz vijdonimizni ko'chalarga ashunda chiqalaydigan, so'rab chiqalaydigan bir millat bo'lgan vaqtimizda to'liq ma'nosi bilan biz o'zimizni o'rnimizdan dasturga solgan bo'lamiz. Yana bir qitim namoyish vijdonning ko'chalarga to'kilishi 5 fevral inqilobining 28-yilligi munosabati bilan ko'chalarga to'kilganda namoyish maydonlarida ko'rishaylik. Allohga omonat bo'linglar.